Onunla yaxshi turdim. Yaxshi, tak tashqariga chiqamiz. Masalani olib. Shuni olamiz. Ekin o'sib ketibdi. Что-то нереально ko'ryapti joylar do'stlar. Hammaga salom sizlar bilan do'stlar. Albatta keldik do'stlar, bizada tak qishlog'imizda emasman, men yangi qishloqchaga ko'chib keldim. Tak, men hozir ekinlarga qaramoqchiman do'stlar. Mayli, let's go videoni boshladik do'stlar. Tak, eshikni ochaman. Yopaman. Tak. Shu yil yaxshi hosil bersa bo'ldi. Mana qishloqchamiz keyin men oldiga boramiz. Tak, soqqani olish uchun. Yes, tak. 13 ta beryapti bitta qatordan. Bitta qatordan emas, endi bitta tarafdan-da do'stlar. Bitta 13, 20 ta edi, lekin 27 ta berdi. Yes. Ya, aytgancha cho'ntakdan tushib qolgan bo'lsa kerak. Yo, istaklab tak, urug' kutdi do'stlar. Kanalga obuna bo'ling do'stlar. Shularni ikkamizni yo bir stek tak mana shularni olamiz. Tak, uni ikkamiz. Kirlarni ag'darib qo'yamiz. Mana shunday qilib tak. Şeylerden ham yaxshi, fermerlikni yoqtiraman o'zim ham. Tak, ekib chiqamiz, ekib. Tak, meni oldiga borishdan oldin do'stlar, tak. Mana shu uychamda, tak, uycha bu do'stlar, uycham. Tak. Mana shu yerdan opa, birovlarni so'qaman. 54 ta yaxshi. 54 ta so'mmi? To'xtanglar, non qilib borsam ekan. Yo, non qilib bormayman, o'zlari qiladi chunki tegirmon bor, tegirmonda qiladi xullas. Negadir qora mushuklar yuribdi. Voy, jitilar, qaranglar, qora mushuk. Bilamiz, borib ketdik, yaxshi. Mana shu meni do'stlar. Eshikni ochamiz, taqilib qo'yibman. Mayli. Salom mer. Salom, ketdi, yaxshi bola ekansan qishloqqa kelganingdan beri. Mayli, buni bitta taraf yo'q-ku men. Sindirib qo'ydim o'zim. Mayli, oyligimni olishga keldim. Nechta hosil? 54 ta. Yaxshi hosil ko'p. Tak. 16 ta, bilasan-ku, har doim. Bilaman, tak, 14 ta. Yana tak 5 tani qo'shamiz. Tak, 9 ga 9, 18. 6 ga 6, 12. Tak. 2 ga bo'lmayapti, mayli. Qolganini esa solib qo'yaman. Yo'q, taxlab qo'yganman masalan. Yaxshi mer qo'yib qo'ydim. Tak, ozgina gaplashaylik. Da, zerikib ketdi o'zim ham. Mer o'zi nega qishloq ta'mirlamayapsiz? Bir ikkita joylar tak buzuq. Yo'q, hamma joyda kecha yangilab qo'ydim. Nima? Kecha. Nega meni uyim yangilanmadi? Sani kechagina o'zi ko'chib kelding. Uying yangi qurilgan edi o'zi. Mayli. Meniki birinchi qurilgandimi yo'q? Birinchi qurilgandi. Birdaniga serikini boshladik birinchi. Mayli, rahmat. Ta'mirlaganing. Lekin uylar muncha qimmatlarni qishloqda. Katta uylar sal-pal qimmatroq. Lekin kuznitsa kichkinaroq sal-pal. Mayli, senga qimmatroq qilib berdik, o'yinchisan chunki
Ay mayli, jitellar kam pul topadimi? Da kam. Mayli, eshikni ochamiz, yopamiz. Tek bu jitel kim yasharkan? Mayli. Uyga kirmaymiz chunki birovni uyiga kirish yomon ish do'stlar. Tak, sindirib qo'ysa bo'ladi-ku mer. Shuni o'zim qilishim kerak-da. Mayli, u yoq cho'l do'stlar, juda issiq qishlog'imiz. Hozir esa minus emas, plus 40 gradus bo'lyapti do'stlar, plus 40 gradus. Tak, men shu uyni tepasiga chiqib ko'rganim yaxshi. Mayli, eshikni ochamiz. Wow, juda uxlaysizlarmi? Da, ikkalamiz uxlaymiz. Qisilmaysizlarmi? Yo'q. Mayli, ikkalasi uxlarkan do'stlar. Qolgani do'sti bo'lsa kerak, mayli. Takkan shuni ustiga borib tushayim do'stlar. Mazza. Zax ichkariga kiray. Betimni yuvalaydi. Mazza. Tak, ichkariga kiramiz, uxlaymiz, charchab ketdim. Mayli, uxlayman. Do'stlar, men turdim boyagina videoni ochmoqman. Tak, men daraxt chopishga boryapman. Uyimda yondiradigan narsa qolmabdi pechkaga. Hadi zo'rda shu gullarni ham. Mayli, o'tamiz. Tak, daraxt chopamiz. Chunki o'tin kerak, o'zi qish ham yaqinlashib qoldi. Nima qilib qo'ydim men? Daraxt bo'lmaydi do'stlar, mana shunaqa daraxt yaxshi. Menga shu daraxt yoqadi. Tak, yaxshi. Uni oching. Tak, buni ham yulib olamiz do'stlar. Yaxshi. Yes. Tak, endi esa uyimizga boramiz. Kechqurun ham tushib qopti. Salomlar jitel do'stlar, men bugun Kettini uyni o'g'irlamoqchiman do'stlar. Mazza qilib puli juda ko'p bo'lsa kerak. Ketti, yes. Tak, o'g'irlaymiz va mazza qilib pul ishlaymiz. O'tgan safar bitta jetellikni o'g'irlagandi, u ham yangi kelgan, xuddi Kettini do'stlar. Qalbda o'g'irlaymiz Kettini pullarni. Mana olamiz, yashirgan joylari yo'q ekan. Mana shu yerda o'tirib ochaman, albatta olasan do'stlar. Tak, shunda yaxshi. Yes, uyimga keldim do'stlar. Tak, ana shuni ochamiz. Vat. Mayli, hech puli. O'zi shunday edi. Yo'q, to'xtanglar. Men pullarim bor-ku, 32 ta. Men 16 ta merdan olib kel. Do'stlar, nima bu? Do'stlar, cho'ta nega pullarim yo'q mani? Pullarim negadir yo'q-ku. Nega? To'xtanglar, o'g'il tushmagan uyimga. Cho'ta nerviya, men bir oydan beri 16 izmurtni bazoqa yig'ib yurdim, narki qishloqdan. Cho'ta nerviyalniy do'stlar. To'xtanglar, merni oldiga borish kerak. Nega mer bilishi mumkin. Tak. Lekin hamma uyga kamera qo'ygan. Kamera qo'ygandi, kamera qo'ygan. Merdan so'rayman. Mer, uyimga hech kim kirmam? Yo'q. Kameradan qaraylikchi. Qaraymiz unda. Kamera, tak, telefonimdan qarashimcha bitta jetel kiribdi, unasmi? Tak, Alvin. Nima Alvin? Unaqa jetel qishloqda yo'q edi-yu? Yo'q. O'zi u qishloqdan avval mer edi. Keyin hamma jetel ularni tak mer o'g'ri deb qamoqqa kirdi va men mer bo'ldim shu qishloqqa. Keyin yana qamoqdan chiqibdimi deyman. U o'g'ri. Nima o'g'rimi? Yo'q. 32 ta izmurtim yo'q bo'ldi. Wow, nimaga buncha pul? Yo'q. Sekuritli joy yo'qmi? Hamma jetelda sekuritli joy qilib qo'yibdi. Chunki bu jetel qaytib kelaveradi shu qishloqqa. Nima? Ketishim kerak. Yo'q, bu qishloqda yo'q, ketma. Mayli, uni yana qamab qo'yamiz. Mayli, qamaysiz.
Ha sen yaramas yetir. Meni pullarni o'g'laysan, qaytarib ber. Yo'q, men ishlatib bo'ldim. Nima sen hali 1 soatdan bo'lgani yo'q. Nima qilib tashlading 32 ta izmurga? Maza qilib yeb ichib tashladim-da. Nima sen bilan gaplashmayman. Hey yaramas yetir. Urib bo'lmaydi-da, chunki qamoqxonalarga uchun urib bo'lmaydi. Bo'lmasa urasdim bu maraz yetildi. 32 ta izmurda havoga uchib ketdi. Do'stlar cho'rdi o'rtasida qamoqxonacha qurib berdi, qurdi. Mer ana shu yerdan shu yetilni qamab qo'yishga. Yaramas yetil. Mayli ketdim men. Qishloqimiz mana bu tarafda do'stlar, ko'rinib boshladi. Sen maraz yetil bilan hali ko'rishamiz. Merni oldiga borish kerak. Yetib keldim ancha yo'ldan. Mer uni qamoqxonaga tiqib qo'ydingizmi? Da. Kreativ o'tdingizmi? Albatta, chunki toshda o'zi kovlashda o'zi bo'ladi va temirda topshab o'zi bo'ladi va kreativ o'tyapti. Hozir so'rib oldingizmi? Albatta. Mayli mer menga endi pul berib turing, 32 ta mayli olaver tekinga, o'jetil meni avval ko'proq pul o'g'irlagan. Mayli 16 ta olamiz. Ana 16 ta chiqdi o'ji. Ana. Sop qo'ying. 32 ta kerak bizga. Mayli. 2 ta olamiz, 16 ta bega. Rahmat mer. Mayli. O'g'ri ham ushlandi, yaxshi bo'ldi. Mayli. Mayli. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan yana kedi do'st bo'ldi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr do'stlar.